Joriy yilning 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun doirasida Toshloq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ham amaliy ishlar olib borilyapti. Navbatdagi profilaktik tadbirlar oldidan ertalabki yo'riqnoma o'tkazilib, unda hamkor tashkilotlardan jami 34 nafar xodimlar ishtirok etishdi. Tadbir ishtirokchilarining dastlabki manzili tumandagi 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar xodimlari tashkilot ishchi xodimlari bilan botulizm, suvda cho'kish va is gazdan zaharlanishning oldini olish, zilziladan himoyalanish kabi o'ta muhim masalalar yuzasidan zaruriy tushunchalar berishdi. Shu bilan birga birlamchi o't o'chirish asboblaridan foydalanish bo'yicha ham zaruriy tavsiyalar berib o'tishdi. Mavzuga oid bukletlar tarqatildi. Soha xodimlari shu kuni Toshloq shaharchasining Yangi O'zbekiston massivida qurilayotgan 7 qavatli uylar qurilishidagi jarayonlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Shu yerda faoliyat olib borayotgan Bek Ziyo maslahatli cheklangan jamiyati qurilish tashkiloti ishchi xodimlariga yong'in xavfsizlik choralarini ta'minlash bo'yicha tushunchalar berishdi. Profilaktik tadbirlar davomida cho'milish bilan bog'liq holatlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Jumladan, Zarket mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Shokirjon maslahatli cheklangan jamiyatga qarashli suv havzasida cho'milayotgan fuqarolar bilan mavzu yuzasidan suhbatlar o'tkazildi. Olib borilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlardan asosiy ko'zlangan maqsad yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlikni betalafot o'tkazishdan iborat.